Shokoladniy rulet kuxnyani uncha sevmaydigan mehmonimiz bilan svejiy sog'ilgan sutdan 2 stakan quyib olib, 4 ta tuxum chaqib olib, yarim stakan shakarimizni sovuramiz. Parangiz bor kuchi bilan aralashtirayotgan payti vanilin bir paketik qo'shib olib, yog'imizni quydirib olamiz. Lifehack o'rgatishga o'tib ketdim. Kakaoni aralashtirish oson bo'lishi uchun birinchi suv bilan aralashtirib olamiz. Shokoladniy ruletimizga yarim stakan kakao kerak bo'ladi. Keyin massamizni ichiga quyib olishimiz kerak bo'ladi. Qachchoq qo'llarimizni ishlatib olib, shu qizni hech ham kuxnyani sevmasligiga ishonmayman. Qo'llarimizni shopirib olib, smetanaga o'xshagan quyuqlik hosil qilmagunimizcha venchikimizni aylantiramiz. Patnischamizni olib, qog'oz yopishtirib, farangizga muhim narsani topshiramiz. Shokoladli biskvitimiz tayyor. 20 minut kutgunimizcha o'zi ham hammani quloqlarini qizartirib chiqdi. Mevalarimizni ingichka qilib to'rab olib, shokoladlarimizni teshib olib, chiroyli qilib ochib olib, bor shokoladni pastamizni ustiga surtib, mevalarimizni terib, to'ldirib chiqamiz. Chetda biz tushundik, что bizani biskvitimiz qalin bo'lib ketibdi. No nichего страшного deb o'rab oldik. Salchetlari sinib chiqgan bo'lsa ham chiroyli. Padachalarni bong'illatib, bezatib, lekin qaranglar qanaqa apetitni chiqqanini. Biz qilgan massani ikkiga bo'lib pishirib olsangiz, zo'r o'xshaydi. Padachalarni sepib, xursand bo'lib degustatsiyaga o'tib ketamiz. На самом деле вкусно. Просто некрасиво. Зор, вообще зор.